大家你们好，今天的题目是你好。Hammaga salom. Bugungi mavzuyimiz ni hao, ya'ni o'zbek tiliga tarjima qilganimizda salom. Xitoy tili unli va undosh tovushlardan iborat. B, P, M, F, D, T, N, L, G, K, H, J, Ch, Sh, I, U, Ü, R, A, Ya, Wa, O, O, E, E, Ü, I, Y, A, W, O, Yo. Xitoy tilida 4 ta asosiy ton bor. Birinchi ton. Chapdan o'ngga qarab uzluksiz bir tekis talaffuz qilamiz. Ma, ma. Ikkinchi tonimiz. Tepadan pastdan tepaga chiqamiz. Ma, ma. Uchinchi ton. Tepadan pastga tushamiz, pastdan tepaga chiqamiz. Ma, ma. To'rtinchi tonimiz. Tepadan pastga tushamiz. Ma, ma. Ton o'zgarishiga qarab so'zimizning ma'nosi ham o'zgaradi. Masalan, ma birinchi tonda bu ona. Ma ikkinchi tonda bu material, lo'n. Ma uchinchi tonda ot. Ma to'rtinchi tonda bu urishish. To'rtta tonni farqini bilib olamiz. Talaffuz qilamiz. O, I, U, Ü. M undosh tovushi, A unli tovush. Ikkalasini qo'shganimizda bu mo, ya'ni mushuk. Keyingisi Ü, ya'ni baliq. J undosh tovush, E unli. Ikkalasini qo'shganimizda J, ya'ni opa. Keyingisi R. Xitoy tilida 2. Pastda misollar berilgan. O'qiymiz. I, U, Ü, R, B, Mo, Dao, Hua, Ji, Qi, Xie, Xue. 咖啡、可乐、烤鸭、火锅、地图、飞机、毛笔、耳机。Xitoy tilida ikki qismdan iborat bo'lgan hierogliflarimiz uchinchi ton birga kelsa, bu tonlarimiz o'zgaradi. Ya'ni ikkita uchinchi tonli hierogliflarni kelsa, bu birinchi toni uchinchi ton bo'lgan hieroglifimiz ikkinchi tonga o'zgaradi. Masalan, ni uchinchi ton, hao uchinchi ton. Ikkalasi birga kelsa, ikkinchi ton uchinchi ton bo'lib o'zgaradi. Masalan, ni hao emas, ni hao bo'ladi. Bu joyda uchinchi tonlarni o'zgarishini ko'ramiz. Ni hao. Bu ikkita uchinchi ton ni hao, ikkinchi uchinchi tonga o'zgaradi. Ni hao. Keyi ikkinchi uchinchi ton bo'ladi. Ni keyi. Fu dao, xiao jie. Xitoy tilida tayoqchalarimiz bor. Hozir 5 ta asosiy tayoqchalarni o'rganamiz. Birinchi tayoqcha. Bu chapdan o'ngga qarab uzilmasdan bir tekis yozamiz. Xing, xing, xing tayoqchasidan qaysi hierogliflarni yozishimiz mumkin? Xitoy tilida I 1, R 2,
iyerogliflarni yozishimiz mumkin. Shu, bu tepadan pastga uzluksiz bir tekis yozamiz. Shu tayoqchalardan foydalanib qaysi iyerogliflarni yozishimiz mumkin? Shi, gong, shi, ya'ni Xitoy tilida 10 raqami, gong Xitoy tilida ish iyeroglifi. Pie, bu tepadan chapga qarab, ozgina qiyshiqroq pastga qarab yozamiz. Pie chiziqcha tayoqchasidan qaysi iyerogliflarni yozishimiz mumkin? Rin, pa iyerogliflarini yozishimiz mumkin. Keyingisi dian tayoqchasi. Bu tomchi deb tarjima qilinadi. Dian tayoqchasidan qaysi iyerogliflarni yozishimiz mumkin? Bu liu. Oxirgi tayoqchamiz na. Bu chapdan o'ngga qarab qiyshaytirib yozamiz. Na tayoqchasidan qaysi iyerogliflarni yozishimiz mumkin? Da iyeroglifini yozishimiz mumkin. Yangi so'zlar bor. Ni, sen. Nin, siz. 对不起 uzr. 好 yaxshi. 你们 sizlar. 没关系 hech qisi yo'q. Bugungi darsimiz shu yergacha. Hammaga xayr.